Assalomu alaykum bizning ijtimoiy tarmoqda kuzatib boruvchilar. Yana bir yangi obyektimizda materiallarni mahkamlab yuklarni tortish jarayoniga tayyorgarlik. Bu obyektimizda joylashgan joyi Farg'ona viloyati shahar Dang'ara qishlog'idamiz. Ish jarayonini aloqalarni qo'yib boramiz. Ustakalarimiz materiallarni mahkamlab pastda yuk tortgani tayyorgarlik. Ularimiz kelgan albaster, sement. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Ish jarayoni lavhalarida obyektimiz yakunlangandan keyingi holatini qo'yib boramiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, podpisаться tugmachasini bosib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Assalomu alaykum, yana bir bor bizning ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi hurmatli obunachilar. Mana Qo'qondagi obyektimizni ham chiroyli tarzda yakunladik. Xudo xolasa qalinliklari yamancha yaxshi bo'ldi. Sifatini ko'rishlaring mumkin. Sizda bemalol yuribmiz. Oyoqda ozgina travma bor. Shunga usta sakrab ko'rsatib beramiz, lekin bitta oyoqda beramiz. Ko'rishlaring mumkin obyektni. Hatta zarbiyolar bilan chetlari bilan birga bo'lib ketgan. Bu tarafini ham ko'rishlaring mumkin aziz obunachilar. Zarbiyolar pastroq ekan. Chetiga taxtani qoqib, lekin chetlarini juda qilib yopib berdik. Obyektni umumiy holatda ko'rinishini bir qator ko'rishlaring mumkin. Joylarini imkon darajada tekizlab chiqarib berishga harakat qildik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'qonda Qo'qon shamoli boshladi. Ovozimiz ozmos, nostandart borsa, xafa bo'lish yo'q. Shamol avjiga chiqdi. 10 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
E'tiborlaring uchun hammaga rahmat. Kimga shunaqa issiq lo'mboz xizmati kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar.